Zarina opa, bitta tanishim bor, universitetga kirgan, lekin diplom muhim emasligini biladi. U boshqa kasb o'rganmoqchi. Shunga nima maslahat berasiz? Yangi kasblarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, misol uchun bu IT, buxgalteriya, marketing bo'lishi mumkin. Yangi kasbni o'zbek tilida yoki rus tilida o'rgansangiz bo'ladi. Lekin barchamizga sir emas, hattoki oddiy kafega ishga kirish uchun ham hozir rus tilini bilish muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun yangi kasbni aynan rus tilida o'rgansangiz juda ham foydali bo'ladi. Yangi kasbni rus tilida o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu 3 ta men aytgan layfhakni qo'llashingiz mumkin. Birinchi o'rinda bu matnlar bilan ishlash. Ya'ni matnlarni 3 marta, 1 emas, 2 emas, 3 marta ovoz chiqarib o'qish kerak bo'ladi va ularni tarjima qilish kerak bo'ladi. Natijada nimani olamiz? Birinchi o'rinda tilimiz rus tiliga ko'nikadi. Kelishadi rus tiliga, bu birinchidan. Ikkinchidan so'z boyligimiz oshadi, miyamiz charxlanadi. Charxlangan miya har qanaqa ma'lumotni tez o'zlashtira oladi. Ikkinchidan, matnlarni tarjima qilganimizdan keyin so'z boyligimiz oshadi. O'zi aslida rus tilida 100% gapirish uchun rus tilini 100% tushunish kerak. Ikkinchi layfhak bu rus tilini tinglash. Filmlarni ko'rsangiz bo'ladi yoki rus tilida musiqa eshitsangiz ham bo'ladi. Agar men umuman filmlarni tushunmayman, men rus tilida nolman deydigan bo'lsangiz, qancha matnlar bilan ishlashingiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p filmlarni tushuna olasiz. Natijada nimani olamiz? Agar filmlarni ko'rsak, kimdir bizga to'satdan rus tilida gapirsa, yo'qolib qolmaymiz. 3-layfhak grammatika. Grammatikasiz rus tilida hech qachon to'g'ri gapira olmaysiz. To'g'ri gapirmasangiz, odamlar sizga gapirishga, umuman rus tilida gapirishga ruxsat berishmaydi. Sizni to'g'rilashadi, ustingizdan kulishadi, aksenting bor, gapirmay qo'rqo deyishadi. Tanish holat bo'lsa kerak ko'pchiligi. Shuning uchun agarda siz grammatikani o'rganmay rus tilida xato gapirsangiz, natijada yezikovoy baryer, ya'ni rus tilida gapirishga to'siqqa ega bo'lasiz. Bu degani rus tilida gapira olmaysiz. Shu 3 ta layfhakdan foydalaning va rus tili bilan bo'lgan muammoingizni hal qiling.